Free Fire'da qanday qilib atiga 2 haftaning ichida pro игрок bo'lish mumkin? Kanalga obuna bo'ling. Free Fire'ga oid qiziqarli ma'lumotlar albatta bizda. Birinchi bo'lib qanday qilib nastroykani qilishni o'rganamiz. Ya'ni O'zbekistondagi juda ko'p o'yinchilar qanday qilib nastroyka qilishni bilmaydi va juda ham katta xatoga yo'l qo'yadi. Oddiy misolga keladigan bo'lsak, xud nastroyka, ya'ni knopka. O'zbekiston o'yinchilarining eng katta xatosi shu knopkani taqlashda. Aslida knopka 70% o'yiningiz gameplayini oshiradi. Ya'ni misol uchun O'zbekistondagi xatolar hamma knopkani sakrash, o'tirish, stega qo'yish va otish knopkasini hammasini o'ng qo'liga qo'yadi. Chap qo'lda esa faqatgina bitta joystick bo'ladi. Bu sizning headshotingizni minus-ga ketadi degani. Siz 3 ta yoki 4 ta barmoqda o'ynashingiz tavsiya etiladi. 2 taga umuman tavsiya yo'q. Lekin o'ynashni bilgan odam olib ketadi. Shunday qilib hamma knopka faqatgina o'ng qo'lda bo'lsa, вообще tezligingiz kamayib ketadi. Undan keyingisi esa вообще sizni handcam o'yingiz, ya'ni tashqaridan ko'ringandagi o'yingiz вообще chiroyli chiqmaydi. Вообще xunuk chiqadi. Men sizlarga hozir qanday qilib nastroyka qilishni o'rgataman. Bitta xud nastroyka emas, boshqalarni ham o'rgatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Xullas, men sizlarga tayyorlab qo'ygan nastroykam juda ham tez moslashib keta olasizlar. Ya'ni mening nastroykam emas, bu Drax 5S niki. Xuddi shunaqa nastroykada o'ynaydi va gameplay o'yini juda ham chiroyli chiqadi. Keyingi maslahatim, knopkani juda ham katta qo'rmaylar. 20% yomsa 19-18. Ya'ni 16 dan boshlab 25 gacha bo'lish kerak. Keyingisi esa bu chustvoyительность. Chustvoyительность qilishdan oldin faqatgina bitta narsani bilib olishingiz kerak. UMP uchun отдельный настройка bor. Dravash uchun va Deagle uchun ham отдельный настройка bor. Ba'zida UMP bilan Deagle tushib qoladi, lekin bilib olinglar, umuman отдельный ikkita boshqa настройка qilinadi. Ularni spray yoki one tap deb ataladi. Ya'ni agar siz one tap nastroyka qilmoqchi bo'lsangiz, general, ya'ni boshidagini 170 dan tevaroq, red dotni, ya'ni kollimatorni esa 100 dan pastroq qilishingiz kerak. Misol uchun, xuddi shunaqa nastroyka qilsangiz juda ham yaxshi tushadi. Lekin boshingizni qotirib, soatlab nastroyka qilgandan ko'ra mendan so'ray qoling, men sizlarga albatta qilib beraman.